Assalomu alaykum barchaga. Mana bugun biz Jizzax viloyati Paxtakor tumaniga kelganmiz. Bu yerda srochni 4 sotixli juda ham chiroyli hovli sotiladi. Oluvchilar ekrandan nomerga telefon qilasiz. Narx arzon. Videoning oxirida narxini aytib o'tamiz. Mana ko'chasi. Reklama xizmatimiz kim uy sotmoqchi bo'lsa, nomerlarimiz 94lik 408 38 48 nomer telefon qilsangiz arzonroq reklama qilib beramiz, sotib beramiz. Mana orientirimiz Sadvin dedi. Yonida maktab bor. Mana yonida maktab. Juda ham chiroyli. Gap bo'lish mumkin emas. Hozir bir boshdan tushirib o'tamiz. Suv, gaz, svet hammasi bor, hamma sharoitlar bor. Aytib o'tdik, hamma sharoitlar bor. Gaz, svet, suv hammasi bor 100%. Mana shu 3 metrli uy. Juda ham sirt tarafi chiroyli. Tepa qismi tunika bilan qoplangan. Ikkita akva derazali ko'chaga va ikkita akva derazali. Bu sosed qo'shni. Sal uzoqroqdan tushiramiz. Tak, do'stlar, davom etamiz. Aytib o'tdik, ikkita akva deraza qo'yilgan, svet, gaz hammasi bor. Tepa qismi tunika bilan qoplangan. Juda ham chiroyli. Buni ko'chalari. Yonida maktab. Davom etamiz. Endi ichkariga kiramiz. Chiroyli deraza qo'yilgan. Hovlisi tashkil bo'lgan. Oluvchilar telefon qilasiz, narxi qimmat emas, juda ham arzon. Kiraverishi bu tarafdan ham kirsangiz bo'ladi, 4 sotixli. Devorlari buni aylantirilgan. Hovlisi tashkil bo'lgan. Kelasiz, kirib yashaysiz. Suvdan, gazdan umuman muammo yo'q. Hovlida ham suv chiqadi. Buni oldi taraf. Old tarafni uzoqroqdan tushiraylik. Bu yerda bunaqa narxga yo'q. 100% javob beraman. Narxni bilganlar biladi o'zi, tushunadi. Bu tarafdan olib bitib tushiraylik. Oddiy yonida domlar ham, misol 2 xonali 400-500 million bo'yapti. Krediti bor. Buni krediti yo'q. Kelasiz, kirib yashaysiz. Mana old taraf. Endi ichkari bismillah deb kiramiz. Mana akva eshik qo'yilgan. Bu tarafda ham ikkita akva derazasi bor. Mana gaz bor, suv qo'yilgan. Mana hovlida ham suv chiqadi. Mana yon atrofda uylar ko'p juda ham. Bismillah deb ichga kiramiz. Nar tarafdan kirsangiz ham bo'ladi. Mana kiraverishi kuxna bor. Suv, gaz hammasi bor ekan. Nega bitta gaz bitta qo'yiladi. O'chib kelasiz, kirib yashaysiz. Bismillah deb bu tarafga o'tamiz. Endi do'stlar, bu tarafda boyaga aytib o'tdik. Bu tarafdan kirsangiz bo'ladi. Juda ham chiroyli. Hozir har bitta xonasini ko'rsatib o'tamiz. Bismillah deb bu tarafga o'tamiz. Bu tarafda xolasi detskiy xona. Remont bo'lgan. Remont qilingan. Kelasiz, kirib yashaysiz. Qimmat eshiklar qo'yilgan ekan. Endi bu tarafda zal. Bu xonaga bir xil rang berilgan ekan. Svitlar bor hammasi. Tagi pol qilingan. Dispini pol. Juda ham chiroyli. Kelib turib, Paxtakorga kelib turib, narxni surishtirib ko'rsangiz, bunaqa narxga yo'q. 600 million, 700 million deb turibdi bunaqa uylar. Buni narxini eshitib hayron qolasiz. Bu taraf ham remont bo'lgan. Atxamuz kanaliga obuna bo'lamiz. Bu Atxamuz. Endi bu tarafga o'tamiz. Nechta xonali bo'ldi? 1, 2, 3 xonali ekan. Endi bu tarafda ekan. Bu taraf hojatxona banyasi deyman. Suv, sovuq suv bor, ariston bor. Bu banyasi. Hojatxona hovlida. Taksi o'chiramiz. Judayam chiroyli.
tepa qismlar polni remont bo'lgan. Buni do'stlar narxiga keladigan bo'lsak, narxi 300 million so'm. Ancha kelishtiradi, kami bor. Telefon nomerimiz, o'z nomerimga telefon qilasiz, o'zim olib kelib ko'rsataman. 94lik 488 38 48 nomerga telefon qilsangiz, o'zim kelib olib kelib mana shu yerda ko'rsataman. Dakimda beton, dakimda umuman muammo bo'lmaydi, dakimda joyida. Suvdan muammo yo'q. Bu yerda hojatxonasi. Old taraf. Shu rahmat hammaga, kanalga obuna bo'lsangiz, like'lar bosib tursangiz, yangi videolar chiqarishga harakat qilamiz. Reklama xizmatimiz ham shu 94lik 488 38 48 nomerga telefon qilasizlar.